Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muzaffar aka yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Xorazmni qayerga olib keldingiz bizni? Xorazmni Hazarasuvga olib keldim sizni. Aha. Mehmon qilib chiroyli bir uyning egasi. Eshitishimizcha, bu uyni egasi O'zbekistondagi mashhur va xushovoz xonandalardan biri ekanlar. Ha, to'g'ri. Siz bilan ishlab mana shu eshiklarni nechta eshikka buyurtma bergandilar? Jami 33 ta eshik. Bitta uyni o'zida Bitta uyni. birdaniga 33 tami? 33 ta eshik. Oldin ham berganmilar buyurtma? Oldinda Toshkent shahardagi uyga qo'yib berganmiz. Endi mana bu uyga Xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib berishni niyat qildik. 33 ta eshikning ichidan birortasi ham bir kamchilik, ayb, nuqson bilan bo'lmaganmi? Yo'q. Endi uni shuncha aytyapsiz, hozir o'zlaridan so'rashimiz kerak. Bemalol. Shuni Nima javob qildik? berdim Kiramizmi, sizga. yigitlar, ketdik. Kiraylik, ketdik. Keling. Uy egasi ham bizni kutyaptilar. Xo'p, bismillah. Kattagina, shinamgina, oppoqqina Qasr uy. O'rtoqlar, biz birovning uyiga to'g'ridan-to'g'ri kirib kelganimiz yo'q. Uy egalari shu yerda o'tirishibdi. Demak, hovlini o'zingiz ko'ryapsiz, juda ham chiroyli, shinam tarzda qurilgan. Hovlini o'ziga alohida respekt. Bundan tashqari eshiklarga alohida to'xtalib o'tamiz. Bu qanaqa bilmaysizmi? Bu xonamiz ateli mehmonxona. Mehmonxona. Ha. Uyga kirmay, ateli shu yerda Mehmonlar kelganda, ha? Uydagilarni bezovta qilmasdan. Zo'r odat bo'lgan aka, shu to'g'rimi? To'g'ri. Chunki Samarqand Urgutda borganimda ham xuddi shunaqa do'kon deb atashar ekanda, darvozaxonani yoki yon qismida yoki tashqi tomonda qurilar ekan. Bu yerda darvozaxonadan kirganda hovlining ichida alohida qurilgan. Bu tomonda yozgi oshxona tayyorlab qo'yishibdi. Juda ham zo'r. Uyning ichi meni qiziqtiryapti. Uyning ichi ham chiroyli, interyer dizaynni ham dim boplagan. Bitta kirib ko'raylik aka. Mayli. Ruxsat berishsa. Hech kim seni men kabi sevmas, ishqing bilan yonib-la kuymas. Dilimda borin aytmasam bo'lmas, sevgalar sevilmeni ko'nglim to'lmas. Assalomu alaykum, Dilmurod aka. Assalomu alaykum. Rahmat, Xush xush kelibsizlar. Uylar bor bo'lsa? Rahmat. Yaqinda qurib topshirilganmi bu yoki ancha bo'lganmi? Bu yaqinda qurildi. Yaqinda hali yangi uy. Bir 2 oymi, 3 oy bo'ldi. Yo'q, yaqinda ko'chib kirdik. Yaqinda ko'chilgan, ha. O'zi hidlardan sezilib turibdi-da, yangi uy ekanligi hidlardan bilinib turibdi. Aka, bitta savol bermoqchiman. Qurilishni o'zingiz boshidan oxirigacha tepasida tura oldingizmi yoki o'zi odatda san'at ahli kunu tun almashib qolgan? Shu. Tushunasiz-ku. Endi biz ijodkor bo'lganimizdan keyin xalq xizmatida yuramiz, u yoqda bu yoqda viloyatlarda yuramiz. Boshidan oxirigacha men ustida turmadim, lekin asosiy ishlarni shu ukam o'zi boshidan oxirigacha o'zi turib, o'zi bitkazdi, chiroyli uy bo'ldi lekin. O'zlari yaxshi tushunadilarmi shunda? Yaxshi tushunadi. Qurilish sohasini? Ha, tushunadi. O'zlari yaxshi tushunadi. Masalan, sizga yoqdimi mana shu uslub? Odatda minimalizm, ya'ni oddiy ranglar, ochiq ranglardan foydalangan, ortiqcha bo'yoqlar, jimjimador naqshlar yo'q. Shunaqa uslub hozir sizga yoqyaptimi masalan? O'zi hozir menimcha ko'pchilikka shunaqa uslub yoqyapti. Klassika bo'lsa, masalan, jimjimador bo'lsa, odamni kayfiyatiga ham bir bilmadim, qanaqa ta'sir, yaxshi ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Men ham o'zim masalan qaraganimda boshim aylanib qoladi. O'shanaqa. Hozir to'yxonalar ko'p-ku. Kirasiz, boshingiz aylanib qoladi-da, o'sha jimjimadorlik ko'p bo'lib ketgan. Mana shu oddiylik hamisha zo'r bo'lgan. Hamisha oddiylik go'zal bo'lgan. 24 soat ichida masalan taxminan uyda qancha vaqt bo'lasiz? 10 soat, 12 soat? 10 soat, 12 soat bo'lamiz. Aytmoqchimanki, baribir o'sha inson uyga kelganda o'ziga ham komfort his qilish kerak, ham yaxshi his qilish kerak. Dam olish kerak, ha? Miya dam olish kerak. Shuning uchun ham baribir ortiqcha ranglar, naqshlar kerak emas. Albatta. Eshiklar borasida to'xtalib o'tsak, Akbar Ish kompaniyasini tanlagan ekansiz. Bu borada sizga kim tavsiya qildi? Baribir bilaman aka, hozir tomoshabinlarni ham aldamaylik. Bozorma-bozor yurdim desangiz, men ishonmayman. Birinchi o'rinda. To'g'ri. Tomoshabinlarni ham ishontirmaylik. To'g'ri. O'zingiz vaqtingiz yo'q. Kimdir tavsiya bergandir. Endi albatta yaqinlarimizdan bir eshitdik, ko'rdik, yaqin do'stlarimiz, oilalarimiz uylarida ko'rdik. Qolaversa shu internetdan ko'rdik. Ham o'zi bir qaraganda ham o'zingiz bilasiz, baribir aytib turadi sifatliligini, ko'rinishi, fasadlari, chiroyliligi, nima deydi, ortiqcha nimasi yo'q. Haligi aytayotganingiz uslubga mos tushadigan, menimcha shu Akbar Rich hammaga ma'qul keladigan eshiklar bo'lsa kerak. Odatda uy qurayotganda masalan hamma ham har xil holatga masalan uyni har bir qismiga pulni sarflaydida, oxirida qolgan summani
eshikka atab qo'yadi. Chunki eshik ham oxirida keladi-da. To'g'ri, oxirida qo'yiladi. Oxirida o'rnatiladi. Ustalar ham ko'rish kerak. Mana shu summa siqilishi natijasida ba'zi bir yurtdoshlarimiz arzon eshiklardan foydalanishadi. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Masalan, hamma narsani yaxshi sifatlisini qo'yish kerakmi yoki arzon bo'lsa ham tez-tez o'rniga alishtirib turadigan eshiklar ma'qulmi? Endi menimcha imkoniyati bo'lsa agar yaxshi sifatli ozgina narxiga qaramasdan, endi albatta baribir imkoniyatga kim chiqadi, har kim. Kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin albatta imkoniyatga qarab almashtiradigan emas, iloji boricha sifatlisini tanlagan. Xizmat qiladigan. Ma'qul, ha, uzoq vaqt xizmat qiladigan. Siz hozir bitta narsani imkoniyat masalasini to'g'ri aytdingiz. Lekin men aytmoqchi bo'lgan masalam bor-da, masalan bir jihat bor. Siz bir eshik olsangiz, u sizga 15 yil davomida yoki qandaydir qusurlarni keltirib chiqarsa, yoki o'sha eshikni 15 yil ichida 3 marta almashtirsangiz. Endi bu masalani chetga suramizda, masalan, kompaniyamiz eshiklaridan foydalanib 15-20 yil, boringkani 30 yilgacha eshiklardan benuqson, bemalol foydalansangiz, bu aslida matematik jihatdan bir-biriga to'g'ri kelib qoladi. Biroz qaysarligimiz va biroz matematik hisobni to'g'ri yuritmasligimiz menimcha shu sal eshiklar borasida didimizni o'zgartirib qo'yish mumkin deb o'ylayman. To'g'ri. Taxminan nechta eshik olingan? Bu yerda endi 33 tami? Muzaffar aka, rekord qo'yapsiz-ku. Qo'yil gap bo'lishi mumkin emas. Qaysi birida nuqson, qaysi birida muammo tug'ildi? Adashmasam bitta eshikda shu muammo bor degandek qildilar. Endi muammo. Menimcha muammo yo'q hech qaysi eshikda. Mana ko'rib turibmiz, hamma eshiklar chiroyli joyida, hammasi uyga mos. Mehmonlar kelishdimi? Uyga mehmon kutdingizmi? Albatta ko'p mehmon keldi. Munosabat bildirishdimi yo'qmi? Eshik umuman o'zi qurilish, uying yaxshi chiqdi degan fikrlar bo'lgandir. Albatta ko'p maqtab, bizga ham nasib qilsin deb maqtab ko'p yaxshi fikrlar aytishdi. Endi bu eshiklar haqiqatan siz aytganingizdek, masalan, o'zgarishi mumkin yillar o'tgandan keyin, lekin bu eshiklar menimcha hech qachon o'zini nimasini yo'qotmaydi. Go'zalligini, chunki aytganimizdek oddiy, chiroyli. Rahmat sizga. Siz to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Vaqt o'tishi bilan moda o'zgaryapti, uslub o'zgaryapti va shu bilan birga bundan hech ham xavotir olmang, chunki uslub o'zgargani bilan kompaniyamiz o'sha uslublarni ham ustida ishlab, o'sha uslublardagi sizga yoqadigan fasonlardagi eshiklarni ham tayyorlab berishlariga tayyorlar. Xullas, sizga rahmat aka. Salomat bo'ling, rahmat. Taklif qilganingiz uchun alohida tashakkur. Xush kelibsizlar, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Ijozingizga omad. Muzaffar aka, sog' bo'ling. Aka, bu qandilni qanchaga tayyorlanganini so'ramoqchi emasman sizdan. Qaramang unga. Hozir mana bu eshikka to'xtalib o'tsak, bu san'at asari qanaqa uslubda? Minimalizm? Bu Shotlandiya variant. Sizga ozgina ma'lumot bersam bu ish haqida. Qarang, eni 1.25, bo'yi 270 lik eshigimiz. Lekin uyning egalari xohladi, eshigimiz potolokkadan ko'rinsin dedi, shifkadan. O'shaning uchun karnizni ham cho'zib olgansiz. Cho'zganmiz tepaga qarab. Misol uyga mos bo'lsin, tepalar ko'rinsa eshik degan maqsadda buni ustiga karnizini 40 sm, 50 sm qilib uyni balandligiga qarab yasab berganmiz. O'sha tepa qismigacha sizning mahsulotingiz hisoblanadi. Karniz, ammo bu lipkani tagiga bizning mahsulot. Bu eshiklar qachon o'rnatib berilgan ekan? Bu eshiklarimizni o'tgan yili sentyabr oyida topshirganmiz. O'tgan yili. Lekin uyni boshqa narsalarni jig'ozlab, hozir 2-3 oy bo'ldi o'xshaydi uyning egalari ko'chib o'tganiga. Buni lekin o'tgan yil sentyabrda qilib berganmiz. Masalan, mijozlar sizni o'sha do'konga borib, buyurtma berishgandan keyin taxminan qancha muddatda eshiklar tayyor bo'lib, xonadonga yetib keladi? Bizda shu 30 kun, 40 kun srok beriladi klientlarimizga. O'sha srokida keladi. Mijozimizning uyida bu remont oxirida qo'yiladigan ishdi, chunki shuning uchun bu agar uyi tayyor bo'lsa qo'yib beramiz. Agar uyi tayyor bo'lmasa, o'zlarimizni omborxona skladda qo'yib turadi. Qachon to'g'ri kelgan payt qo'yib ber desa, kelib o'rnatib beramiz. Agar mabodo kelayotgan vaqtda yetkazib berish jarayonida qandaydir biror nuqson ketgan bo'lsa, bo'lishi mumkin-ku, tabiiy holat. Buni hammasini siz boshqara olmaysiz. Bir-biriga tegib, biriga zarar yetkazgan bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlarda eshik yana alishtiriladimi? Endi qarang, buni bizda kompaniyamizning, Akbarich kompaniyamizning yana bir zo'r, yaxshi jihati, zavodimizda o'zining mashinalari bor. Toshkentda zavodda zo'tilib, to'g'ri
zavoddan ortilib, Urganchga to'g'ri omborxonaga kelib Bitta mashina orqali yetib keladi. bitta keladi. Ko'p boshqa yerda o'zi zavodni o'zi mashina qo'ymaganda uni pitakqa olib chiqib, uni ortib, uni yana olib kelib, uni уже 3-4 ortilib yuklangandan keyin baribir eshikning sifati, qirilishi siz aytganingiz bo'ladi. To'g'ri. Lekin bizda 99% unaqa bo'lib kelmaydi. Sifatli bo'lib keladi. Yaxshi, bu mehmonxona adashmasam. Bu mehmonxona. Qani bitta poylaylik. Ha, bu rostdan ham mehmonxona ekan, o'rtoqlar. Shuning uchun oynali eshiklardan foydalangan. Yana boshqa uslubdagi eshiklar ham bormi bu yerda? Bor. Siz o'rnatganingiz. Bor. Mana shu hovlimizni o'zida ham oynasiz eshik qilmoqchi, spanilariga qilmoqchi edi. Lekin uzori takrorlanishi kerak, oynasiz bo'lsa ham dedi. Shunga buni yechim qilib, oynani o'rniga MDF qilib, chiroyli qilib bergan. Shunaqasi ham bo'ladimi? Mana qo'yganmiz uyiga. Bo'larkan o'rtoqlar, ko'ryapmiz mana sekin-sekin. Ko'raylikchi. Shu hid mana shundan chiqyaptimi aka? Ha? Uyni o'zini hidi ham yaxshi ekan, lekin Mayli, e'tibor bermang. Eshik haqida gapiramiz aka. qarang. Bu eshik haqida ma'lumot bersak, bu bolalar xonasi. Buni ham oynali qilamiz desam, uy egalariga, endi uy egalari yo'q, meniki sal noodatiy bo'laversin dedi. U narigi eshiklar bilan bir xolda bir xil bo'lsin dedi. Shuning uchun buni oynasini o'rniga MDF qilganmiz. MDF. Sababi lekin shotlanka uzori bir xil bo'lib qoladigan bo'ldi, lekin ko'pincha oynali qo'yib berardik. Diskilarga. Men to'g'risi bunaqa eshikni ko'rmaganman. Ko'rganlar bo'lsa izohlarda yozib qoldiringlar. Mana shunaqa oyna o'rniga MDF o'rnatilgan eshiklarni ko'rganmiz. Ancha oldin bor. Bu ancha yillar oldin. Endi baribir ijodkor odam baribir sal noodatiy narsani qoladi. Yoki qayerdadir ko'rgan. Endi Agar sayohat ko'rgandir o'zi. qilgan bo'lsalar, o'ziga qayerdadir yoqdi. ko'rgan bo'lishlari mumkin. Shu bilan maslahatlashib, mana shunaqa qilib yechim qilib berganmiz. Buni ham qo'lda hammasini 1,5 tabaqa qilib berganmiz eshiklarni. Ha. Misol ochilganda, kirganda va yezib chiqarganda ham bemalol bo'lishi uchun. Hammasi 1,5 tabaqami? 1,5 tabaqa hammasi qo'ldagi и prixoshkamizni 4 tabaqaga qilganmiz. Bo'ylarini bir xil qilib taxlaganmiz. И yonida mana bu proyomon bor. Proyom eshikni atqozlarni ham, eshikni materialini taxlab berganmiz hammasi. Karnizlarni ham bir xil chiqib. Karniz ham buniki ham o'sha lipkani tagiga borgan karniz. Ha. 40 sm qilib qo'yganmiz. Bu eshiklaringizni boshqa eshiklardan ustun jihati nimada? Mana shu eshikni. Endi Kompaniyada eshik juda ko'p. Endi bu uyga moslab oddiy, solidniy bo'lib ko'rsansin deb aytgani uchun mana shunaqa shotlanka zallariga shotlanka eshik qo'yib berganmiz. Panilaga ham shu narsa takrorlansin dedi. Shu bilan maslahatlashib shu eshik. Siz kompaniya bilan uzoq yildan beri ishlaysiz-ku, aka? 12 yildan. 12 yil ichida hech biror mijozingiz mana shunaqa Yo'q. uslubdagi eshik tanlaganmi? Tanlamagan. Demak, bu alohida eshiklardan bittasi bo'lib qolyapti. Sabab aytdim-ku, gapning boshida ijodkor baribir boshqa narsani xohlaydi. Boshqalarnikiga o'xshamagan. Shunaqa bo'lsin dedi, shu bilan niyat bergan. Xo'p, mana bugungi videoni ko'rgan bizni tomoshabinlarimiz sizni oldingizga mijoz sifatida kelishganda biz Dilmurod Sultonovning uylariga borganingizni videosini ko'rdik deb kelishsa, ularga qanaqadir imkoniyat bera olamizmi? Nima taklif qila olasiz mijozlarga aka? Har doim mijozlarimizga takliflarni har xil nimasini beramiz. Endi agarda shu eshiklarni ko'rib, shu Dilmurod Sultonovning uyidan keldik, ko'rib videosini desa, ham 10% skidka qilib beramiz. O'rtoqlar, bugun faqat chegirmalar kuni bo'lyapti. Foydalanib qolish kerak. Kattaroq masshtabda uy qurayotganlar yoki ko'proq eshik olish istagida bo'lganlar bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Har doim aloqadasiz. Shunaqami? 24 ga 7. Aha. Yana eshiklarimiz bormi aka? Bor. Podvalimizga qo'yib berganmiz 7 ta eshik. Hop. Keyin birinchi etajimizning o'ziga 12, 13 ta eshik qo'yganmiz. Keling, mezga bitta savol bermoqchiman. Oxirgi qaysi o'zgacharoq rangdagi eshik tayyorlab berdingiz? Men oxir siz bilan mana ishlaganimdan beri e'tibor beryapman. Aksariyati oq eshiklar. Ochiqroq rang. Boshqacharoq rangdagi eshiklarni qachon? Ular aka, qarang, bu hozir sizni ko'rib turganingiz bu oq-ku. Misol siz oq narsani olib kelsangiz, bu oq emas-da bu narsa. Hop, mayli jimchuk demoqchisiz. Sal Shu marvarid rang, qaymoq rang demoqchisiz. Tushuntirman, lekin baribir bazasi oqda, asosi oq demoqchiman. To'g'ri, to'g'ri. Sabab endi uyni interyeri ham shunga moslanganda, shuning uchun. Hozir bu uyga yo yashil yo boshqa o'zgacharoq cho'mliroq rang qo'yadigan bo'lsak,
Bu uyni dizayn Tasavvur qilinglar o'rtoqlar, mana shu yerda sap-sariq bitta eshik turibdi. Meni tasavvurim sal boy ekan shekilli. Menimcha yaxshi ketardi. Yonida mana bu sariq gullar bilan boshqacha ketgan bo'lardi. Xullas, fantaziya o'zingizga bog'liq. Eshikni har qanaqasini bemalol buyurtma berishingiz mumkin, ular tayyorlab berishadi. Qani, bu tomonda vau. Bu Gullar bordimi aka? bu narsamiz da. Xo'p. Mashinani shu yerga olib kirib qo'ydingizmi aka? O'g'illarniki bo'lsa. Xo'p, mehmonxonadamiz. Holdan kirish qismidan o'ng tomonda mana shunday katta shinam mehmonlarni kutib, ularni bemalol xursand qilib dam olishlari uchun sharoit yaratilgan mehmonxonada turibmiz. Jihozlar ham e'tibor bersangiz har xil ranglardan foydalangan ekan. To'g'ri. O'zgacharoq qilgan. Bundan oldingi borgan xonadonlarimizda asosan bir yo ikki xil rangdan foydalanishardi. Masalan, oq yoki tilla rangdan kompozitsiya qilishardi yoki ikkita uzog'i uchta, lekin bu yerda ranglar qora, oq, kul rang, qaymoq rangdan foydalanilgan. Yog'och ranglardan foydalangan. Bu eshigimiz aka o'rganib qoldilar. To'g'ridan-to'g'ri o'zlari eshikka tortib ketyaptilar. Bemalol. Uyning egalari kirib chiqadigan eshigi, zalimizni. Bu tarafi esa mehmonlar uchun tashqaridan kelgan. To'g'ri, tashqaridan uyning ichiga kirmay, faqat to'g'ri ko'chadan kirib, eshiklardan kirib. Mana shu uslub zo'r ekan. Ko'p xonadonlarda ko'rdim, haqiqatdan ham hovli ahli oilaga ko'z tushmasligi uchun tashqaridan mehmonlar keladi, bemalol o'tirib dam olishadi, xuddi shu yerdan chiqib ketishadi. Bu uslubni menimcha uy qurayotganlar siz ham qo'llab ko'rsangiz bo'ladi. Mehmonxonani shunchaki ikki tomonidan ikkita eshik qoldirsangiz kifoya. Aka, ba'zi eshiklarda masalan oynavandlar katta-katta qilib qoldirilgan-ku. To'g'ri. Nega bunga alohida bo'lak-bo'lak qilib qoldirgansiz yoki o'zlari istashdimi buni? Endi buni o'ziga mos qilib chizib berganmiz. Eshik yasalmasdan 3D formatlarni ham chizib o'ziga ko'rsatganmiz. Oynaning razmerlarigacha, enini, bo'yini, balandligini o'shani xohlashdi. Endi bu zalimizda birsi 1,5 tabaqali eshik, birsi 2 tabaqali eshik. Bu 1,5 tabaqali bo'lgani uchun bu holga qo'shish uchun buni qildik. Bu tarafimizga 2 tabaqa qilganmiz. Sababi bu alohida ko'chadan kirganda yaxshi ko'rinadi. Ko'pchilik bemalol kirib chiqish uchun qulay bo'lishi kerak. Shuning uchun ovozlari o'rtada rezinkalari hamma narsasi qoyil. Gap boshim bo'lmas. Sizga aytsam, bu zalimiz interyer dizaynlarini ko'rdingiz, uyning fasadlarini ham ko'rdingiz. Endi bu narsalar bizning Xorazmda yo'q edi. Endi oxirgi yillarda rivojlanib, mana Hazaras tumanimizda ham chiroyli qilib zallarni, remontni, interyer dizayni avval faqat videoda, televizorda ko'rardik. Toshkentda bo'lardi, Yevropalarda bo'lardi. Hozir mebellarni ko'ring. Bu ham kanapani shunaqa. Yo'q, menda shunaqa taassurot paydo bo'ldiki, baribir xorazmlik ustalar alohida bo'rtirmasdan aytayapman, o'rtoqlar mehr berib ishlashar ekan. Masalan, mana bu devorni shunchaki mana bu qism bilan o'tkazib yuborish mumkin edi, to'g'rimi? Lekin alohida bezak berib, mana bunday detallar qo'shilgan, yuqoridan LED svetlar qoldirilgan va bu alohida dizayn hisoblanadi-da. Buni menimcha shunchaki YouTubedan ko'rib tayyorlab beradigan jihat emasda. Razmerlari bo'ladi, eni bo'yi bo'ladi. Buni ishi dizaynerlarimiz ham malakasi oxirgi yillarda yaxshi rivojlandi. Yo'q, ha mayli, dizayner-ku chizib beradi loyihani. Uni Shift Delete bilan o'chirib yuborsak bo'ladi-da, lekin ustalarni o'sha nuqtasigacha chiqarib berishiga necha baho qo'yasiz aka? Yo'q, hozir ustalarimiz o'zi avvaldan yaxshi-da, endi hozir mana shu razmerlar bo'yicha dizaynlar bilan yaxshi ishlayapti. O'rtoqlar, bu shunchaki aboy kleyni olib yopishtirib uradigan uslub emasda, bu boshqacha narsa. Xullas, mana sizga mehmonxona uchun ajoyib interyer dizayn. Sizga rahmat Muzaffar aka. Vaqtingizni ajratganingiz uchun mijozlarga alohida rahmat aytib qo'yasiz. Mijozlaringiz yana ham ko'paysin. Kuniga qo'ng'iroq bo'lsin aka, kuniga qabullar bo'lsin. Har kuni borib o'lchashlarni amalga oshirib keling. Yana kelaylik mana shunaqa. Обязательно Xudo xolasa 3-4 oydan keyin yana chaqiramiz. Sizni chaqirishingiz uchun asos bor, chunki 10% lik aksiyalar, skidkalar e'lon qildingiz. Mana shu videolarni ko'rgan
yurtdoshlarimiz borsangiz bemalol 10% skidka bo'lishi mumkin. Har doimgidek biz sizga eng yaxshisini ilinamiz. Biz sizga mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan o'lchamda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Akbar Rich Ko'ngil tinch.